O rekord boshlandi. Bugun nima haqida gaplashmoqmiz? Bugun hozir qanaqa mavzu yozgan edik? O'zi vizual, kreativ. Umumiy olganda, hozir meni auditoriyam qaysidir ma'noda, to есть dizaynerlar aksariyat sizni qisman tanishi mumkin yoki sizni auditoriyangiz meni вообще tanimaydi. To'g'ri qiladi, chunki men taniqli inson emasman. Men maqtab turaman sizni doim. Rahmat. Keyin o'tgan safar anaqa boshqa kanalingizni tag qilib qo'yibman-da, link berib qo'yibman. Keyin u kanalga qarasam, u более-менее lifestyle kanal ekan. Keyin qarasam, creators asosiy kanalingiz bor. Voy dedim, lekin shunaqa ham kalla qo'yamanmi? Keyin U kanalim men Twitterim, tilimga kelgan narsani yozaman. Twitterda prям hamma Twitter qilib ishlatsa, men kanal qilib ochib qo'yganman. Bizani mavzuyimiz, xudo xolasa, o'sha gaplashganimizdek, vizual bo'yicha qilish bo'yicha edi. No vizual, ya'ni vizualni qalash, ya'ni kompozitsiyalar bilan ishlash, menimcha bu bitta ma'ni yo'nalishda emas, bu dizaynerlik yo'nalishida ham juda muhim ahamiyatga ega, muhim narsalardan bittasi deb bilaman-da. To'g'risi, men boshqa odamlardan ham tanishim mumkin, mana shu sferada ishlaydiganlar, lekin sizda bir o'zgacha baribir podxod ko'rganman, qanaqadir более perfeksionizmroqmi, qanaqadir juda ham detallarga e'tibor beradigan, bitta ish o'xshamasa oxirigacha olib boradigan, mana shunaqangi xarakter ko'rganman-da. Shuni natijasida sifatliroq, yaxshiroq ishlar chiqadi. O'zi hozir masalan, qaysi tarafga ketyapsiz? Masalan, hozir reelslarda ko'proq nimami yoki umumiy productionlarda, katta roliklarda syomkalar qilyapsizlarmi? Matam agentlikda. Bizda hozir asosiy bilasiz, ishda, ya'ni biznes deb oladigan bo'lsak, production biznesi ham bor, ijodiy anaqa ham bor. Hozir bizda ikkita production bo'ladigan bo'lsa, bittasi prям biznes ustiga qurilgan, ikkinchisi bo'li ijod uchun qurilgan. Ya'ni o'zimizning alohida komanda bor, faqat prям ijod qiladiganlar. Biznes tomondan qaraganingizda, qattandir ijodkorlarda bilasiz, pul bo'lmaydi. Ularga pul keltirish kerak qattandir. Shu maqsadda production ochilgan bitta deymi? Pul kelib turadigan. Pulli tema menimcha odamlarga juda ham qiziq. Daromadga chiqish, daromadni boshqarish, protsessni olib borish. Ko'pchilikka qiziq narsa. Men savollar uchun havola qanaqadir kommentariy yozib qo'yaman, kimdirlar qanaqadir savollari bo'lsa, konkretniy. Masalan, kimdir production yo'nalishida уже ishlamoqchi bo'ladi yoki qanaqadir operatorlikda qanaqadir opit yetmayotgan bo'ladi, mana shunday savollar bo'lsa, bemalol yozish mumkin. Yaxshi bo'ladi, savollar bo'lsa ham, anaqa kelgan, prям chuqurroq temamizga kirib ketaveramizda. Men ko'proq o'ylayman, masalan, dizaynerlardan bor-ku. Bilan shug'ullangan insonlardan vizuali kuchli bo'lganini hisobiga, keyin kompozitsiyalar bilan to'g'ri ishlaganini hisobiga, videograf, montajyorlar yaxshi anaqa ancha dizayner bo'lsa kuchliroq bo'ladi, bunday olib qarasa. Chunki o'zim ham dizaynni o'rganganman. Bilasizmi, qanaqa dizaynlar qilishimni? Qoralagan, yaxshi degan dizaynlaringiz bor. Yo, siz konkret kimdirni normal ishlatasiz, men aytganimchalik qilasan, chunki nima qilasan deb. To есть qaysidir ma'noda to'g'ri, bu ham bir perfeksionizm. Shu orqali ham masalan studioni logotipini o'zingiz qilgansiz. Yoki to есть ikkita mana bunaqangi metafora g'oya ishlatilgan, ikkita dumaloq. To есть u yoqda cheksizlik belgisi, adashmasam. Да. То есть как-то додуматься, могу shu narsaga yetib borish вообще-da, как бы dizaynerskiy. Da, bu yerda ya'ni ma'no mantiqiga juda ko'p e'tibor berganim uchun u logoni o'zidagi biladigan bo'lsangiz, o'sha logoga to'xtaladigan bo'lsangiz, orqada turibdi studio. Mana shu yerda turibdi mana.
studioni logosi. Qanaqasini ham ko'rsam, bu logoni ahamiyati bor-da. Aytib buni to'pda ramkaga ham chiqartirganmiz. Ko'rgansiz, adashmasam. Juda chiroyli. Hali ikkita doira birinchi ko'pchilikka ko'rsatganim uchun hayron qolishgan. Zachем endi nimaga bunaqa ikkita dumaloq deb qilishganda. Bunda faqatgina mana bu infinity bor-ku, cheksizlik. Faqatgina rol bunda emas. Birinchi o'rinda olib qaraydigan bo'lsak, bu juda ko'p ma'noni anglatadi. Ichidagi dizaynga yaxshilab e'tibor berganmiz. Noise'lar bor. Shu bilan ishlaganmiz. Noise'lar ham juda anaqa nima deydi? Ranglarni bir-biriga bundoq qo'shishda, dizaynlarni bir-biriga kollaboratsiyasini juda zo'r ishlaydi-da. Shuning uchun ko'proq shunda nimaga yaxshi ko'raman? Birlikda birlashtirib beradi ko'p narsani. Shuning uchun shum bilasiz, juda ko'p joyda ishlatiraman. Har bitta post dizayn hammasiga qo'shib turaman. Shuni aytmoqchi edim o'zi shu mana bu teksturani alohida mehringiz bor mana shu narsaga. Chunki ataylab sizga shu post yasayotganda shumni ko'proq berdim-da, shu to'pdan. Yana feedback kelmasin uchun post chiqarib qo'ydinglar, shu bermadinglar deb. Da. Shuning uchun alohida e'tibor beraman. Bu zo'r bo'lishi. O'zi unda olib qarasa, eng yaxshi dizayn, eng yaxshi anaqa u oddiylikdan. Bizda hozirgi paytda shunaqa narsa ko'p kuchayib ketdi. Biz oddiylikdan shu darajada qochib ketdikki, oddiylikdan. Hali oddiygina narsalar bizga wow bo'lib ko'rinishni boshladi. Oddiylikdan shu darajada qochib ketganimizdan qanaqadir bir narsalar yaratamiz deb turib, hamma shunaqa ichiga kirib ketib qoldi-da. Asosiy oddiylik yo'qolib qolyapti sekin-sekin, borib, keyin oddiylikni ko'rib, wow degan effekt ko'p kelib chiqyapti. Men shu narsaga rosa ko'p e'tibor berdim. Nega sen e'tibor bergan bo'lsangiz? Keyin hozir siz aktiv shu shaxsiy brendga urg'u beryapsiz. Instagramda ham ko'ryapmiz. Realni boshqalardan ajralib turadigan stilistika, differensiatsiya yuqori darajada. To'g'risi o'zimga ham qiziq, o'zim qanaqadir endi nastoящий sayyod, то есть u ichidagini qanaqadir chiqaza oldi, mana bu ichidagi kreativni chiqaza oldi deydigan fikr keldi. Shu to'g'rimi masalan? Shu ichingizdagi siz o'ylagan g'oyani hozir chiqazyapsizmi sekin-sekin? Mana shu как бы оформленияларда stol ustida o'tirib nima kontent qilish, gapirish. Bizda asosiy mana bu narsa bor-da, bizning kontentlarimda ko'proq mana bu yerdan borib mana buni qiling, mana buni qilsangiz mana bunaqa bo'ladi. Ya'ni ko'p kontentlarni kuzatib bordim. Tipa mana buni bilmoqchimisan, kommentariyada mana bunaqa yoz yoki unaqa qil yoki bunaqa qil yoki mana bunaqa qil yoki bunaqa qil. Net, asosiy fokusda hozir mana bunaqa qilsang 2 ni qo'shsang 4 bo'ladi. 5 ga 5 qo'shsang 10 bo'ladi. Prям shunaqa stilda olib chiqishga harakat qilyapmiz. Mana buni o'rganish uchun kursimga yozil yoki YouTubedan linkini tashlab beraman degan. Balki hali texnik imkon, ya'ni ko'rsatib berish imkoni bo'lmasa biz ham balki shunaqa qo'sharmiz, ya'ni ko'rmoqchi bo'lsang YouTubega o't yoki bir narsa deyishimiz mumkin. Ya'ni Instagram katta videolarni qabul qilmaydi. Gorizontal videolar unchalik ommalashmasligi mumkin, bo'lishi mumkin, lekin hozirgi asosiy fokusimiz 2 ga 2 ni qo'shsa 4. Videoga chiqib turib 2 ni 2 ga qo'shsa net chiqishini kommentariyamga plyus yozsanglar, keyin qo'yaman, tashlab beraman emas. 2 ga 2 ni qo'shsang 4 bo'ldi shu. Tamom. Shu narsani oldiga qo'yamiz hozir. Juda ko'pchilik aytdi, o'zingiz video makersiz, o'zingiz film makersiz, fonlar qilasiz yoki boshqa narsa qilasiz. Nimaga o'zingizga bunaqa ishlamaysiz? Oddiy просто stol ustida o'tirib gapiryapsiz yoki chiqqan svetlarsiz, bitta joyda turib gapirib tashlaysiz. Yo'q, menda kelib qolsa, masalan, gapirishga kelib qolsa, bitta o'tiraman, bundoq. Anaqaga e'tibor bergan bo'lsam, videolarga e'tibor bergan bo'lsam, nechadir chiqqan video bitta joyda olingan, keyin o'rtada qanchadir pauza bo'lib ketgan, yana nechadir chiqqan video bir xil anaqada olingan. Soxtalikni iloji boricha yo'qotishga harakat qilyapmiz. Tipa
man hozir bitta videoda mana bunaqa kiyimda chiqdim, ikkinchi videoda mana bunaqa kiyimda chiqaman, uchinchi videoda mana bunaqa kiyimda chiqaman degan narsani imkon boricha yo'qotib, uzoqlashtirishga harakat qilyapmiz. Chunki ortiqcha bunaqa detallarga e'tibor bermayapmiz. Hozir fokusimiz ishda. Biz bilasiz, biz ishlayotganimizda ko'p klientlarimiz tushunmaydi boshida. Ishlash protsessimizni juda og'ir o'tadi birinchi klientga. Ya'ni O'zbekiston bozorida hali brendlarni o'zini identikali stilistikasi hali rivojlanmagan ko'p anaqaniki. Aynan dizayn sohasida demayman, video sohasida. Masalan, sizlar birorta brendga brend book berasizlar-ku. Hali ranglari, shriftlari, ishlatiladigan teksturalari hammasini qo'yib berasizlar-ku. Videoda ham xuddi shu narsa bo'lishi kerak-da. Lekin ko'pchilik videoda bu narsaga e'tibor bermaydi. Qiziq. Shuni hisobiga ko'pincha anaqa bo'lib qolamiz, qiynalib qolamiz. Shuning uchun ko'proq fokus qaratishni xohlardim. Mana shunaqa narsalarni detalizatsiya bilan ko'rsatganimizdan keyin, klient ham sekin-sekin tushunib, shu madaniyatni shakllantirish. Ya'ni brending deganda bu faqatgina qaysidir ochgan brendingiz, ya'ni siz qanaqadir magazin ochdingiz, uni nomini nimadir deb qo'ydingiz, o'sha nomiga emas, o'zingizga ham imij yaratish ustida ishlaymiz-da hozir. Shunda menimcha shu bular nimaga gapiryapman, shu narsalarga diqqat bilan e'tibor beramiz-da. Hali keldi, kamerani qo'ydi, mana bunda tur, zapis montajni qilib tashlab bermas bizda. Yeminni o'tirib, imiji bo'yicha ishlaymiz. Ko'p yerga o'tkazamiz, gaplashib qolamiz, chunki javobgarligi bor. Bizda ham uni videolari qanaqa ketadi, qanaqa emas, shunisiga qattiq e'tibor bergan holatda ishlashimiz kerak deb o'ylayman. Да. По сути, mana bunaqa narsa ekanda, oddiy shaxsiy brendda ham vdруг oladigan bo'lsak, uni даже nima kiyyapti, nimaga bu shunaqa kiyim kiyyapti, даже kontrol qilib turish bu normal holat, chunki agar o'ziga topshirib qo'ysa, okey, ertaga syomkamiz borda, mana bunaqa, nima kiyib kelishdi aytmasdan, просто ertaga syomkamiz borda desa, u ham bilganini kiyib keladi-da, lekin kiyib kelgan qanaqadir imiji, balkim qanaqadir aytayotgan shu kontekstga mos tushmasligi mumkin. Shuning uchun mana shu taraflarni ham kontrol qilib turasizlar-da. То есть, to'xta, biz mana bunaqa qilamiz, mana bunaqa imij yaratishimiz kerak, biz mana bunaqa stilistika, mana bunaqa ranglardan ko'proq foydalanamiz deb, dedik, mana shu narsani qurib berasizlar-da. To'g'ri. Ha, ko'pincha ya'ni kiyinib kelish anaqasi birinchi o'rinda men o'zim o'rganayotganimda, ya'ni odam anatomiyasi, biologiya, mana bu sohaga kirganimizdan keyin maktab paytida o'rganasiz-ku, darsga kirmasdan qo'ygan paytlar bo'lgan. Bu sohaga kirgandan keyin shu narsalarni o'rganishga majbur bo'lganman. Chunki har bir insonning yuz tuzilishi, yuz formalari bor, tana tuzilishi bor. Shunga moslangan kiyimlar, unga tushadigan chiroqlarni qo'yib, shu bo'yicha qattiq o'rganamiz. Ya'ni даже geografiyani o'rganaman. Quyoshlar qayerdan tushadi, qaysi paytda jo'ski bo'ladi, qaysi paytda yumshoqroq bo'ladi, bulutlar va hokazo, havo namligi, именно bu chiqarayotgan kartinamizni yoki chiqarayotgan kartinamizdagi personajni yana ham ochib, yana ham chiroyli ko'rsatish uchun ishlanadi bular. Juda chiroyli. Aytganidek, masalan, gapirayotganimizda orada bitta ko'rsatib ham o'tib ketaman. Qanaqa ish protsessi ketishi haqida, ya'ni o'zimning videolarimni agar obunachilaringiz xohlasa yoki o'zingiz xohlasangiz bitta ko'rsatib ketaman. Qanaqa bo'lar ekan, ish protsessimiz qanaqa ketishini ham. Orada so'ratsaga jonli ko'rsatib beraman, biz ish protsessi qanaqa ketishini. Давайте kimdir so'rash kerak. Kimdir so'rasa xolos. O'zingiz ko'rsatasiz, deydi. Да. Просто ko'rsatamiz, то есть talab bo'lishi kerak, sпрос bo'lishi kerak. Sizga savol berishibdi. Anaqadan savol kelibdi. Xo'p, assalomu alaykum. Avvalambor kirib kelayotgan hayit ayyomingiz muborak bo'lsin. Rahmat, sizga ham muborak bo'lsin. Hammangizga muborak bo'lsin. Hozirgi kunda sun'iy intellekt rivojlanmoqda. Kelajakda sun'iy intellekt bizning ishimizni, ya'ni grafik dizaynerlarning ishini olib qo'yadimi? Bora-bora kelajakda grafik dizaynerlarga talab bo'ladimi? Nega O'zbekiston PayPal
ochilmagan, frilanserlar juda to'sig'i bo'lib turibdi bu. O'zi gapirasizmi yo o'zim sharhlab tashlayman hozir? Yo'q, ikkinchi savoliga to'g'risi javob bera olmayman. Men bilmayman to'g'risi nimaga PayPal ishlamayapti yo ishlayapti. Вообще men ishim tushmagan to'g'risi PayPalga. Ishimni aldab o'tirmayman. Birinchi savolga deylik o'zingiz ham javob bersangiz bo'ladi. Xohlasangiz. Qiziq to'g'risi. Men o'zimda versiyam bor mana shu narsaga. O'zimni qarashlarim bor. Вот dizayner o'rnini egallaydimi qanaqadir. To'y sana sun'iy intellekt dizaynerda o'rnini egallaydimi kelajakda? Mana shu savol. Ko'pchilik chiroyli fikrlarni eshitganman. Masalan, kalkulyator chiqqandan keyin buxgalterlar ishi yo'qolib qoldimi degan anaqalar frazalar aytishadi. Masalan, har xil frazalar aytishadi. Ochig'ini aytadigan bo'lsam, menda ya'ni sun'iy intellekt kirib kelgandan keyin bir hafta qiladigan ishlarim to'g'risini aytsam 3-4 kunga qisqardi. Ya'ni 2-3 kunda ham bemalol hal qilib yuboramiz-da. Bir hafta qilinadigan ishlar juda zo'r foyda beryapti. Masalan, ovoz tozalashda ishlatayotganimiz sun'iy intellekt juda katta yordam beryapti. Oldin bittalab equalizerlarda o'tirib, shu bilan tozalab chiqsak, hozir просто bitta knopka bilan hammasini hal qilyapmiz. Shu borada sun'iy intellekt bizga zo'r yordam beryapti. Sun'iy intellekt bo'yicha biz sizdan oldin to'g'ri, birinchi sizga chiqib intervyum deb aldolmayman. Birinchi jonli chiqayotgan intervyum sizda. Bundan oldin bitta podcast chaqirib qo'yishdi. O'sha yerda live hack qilib ko'rsatib berdim sun'iy intellektdan qanaqa ishlatish. Agar e'tibor bergan bo'lsanglar, meni oxirgi chiqayotgan postim, ya'ni albatta siz ko'ryapsiz. O'sha yerda anaqa ketgan. Video oxirgi postlari sun'iy intellekt juda ko'p ishlagan. Chunki bizga kerak bo'lgan qismlarida sun'iy intellekt zo'r ishlagan masalan. Odam qo'li bilan qildi deb o'ylaydi, lekin talab kuchayadi deb o'ylayapman sun'iy intellekt bilan ishlaydiganda, chunki era paydo bo'ladi-da. Ya'ni sun'iy intellekt chiqdi, bo'ldi, o'zim qilaman deydigan bitta era kirib keladi-da bizga, odamlarda. O'zim qilaman, dizaynerga ishim tushmaydi yoki bunaqa deydi. Masalan, men o'zim dizayn qila olsam, sun'iy intellekt bemalol ishlata olsam ham, inson tomonidan boshqarilgan, ya'ni to'liq tizib berasiz-ku. Agar to'liq tizib bera olmasangiz, sun'iy intellekt bilan ishlaysizmi, boshqa intellekt bilan ishlaysizmi, farqi yo'q. Tizini to'g'ri bera olmasangiz, anaqa oddiy narsa chiqaveradi. Baribir sizlarni grafik dizaynerlarni vizuallari, texnik tushuntirib berishlaring bu yerda katta rol o'ynaydi. Chunki hech qaysi klient o'zini-o'zi bu dizaynni o'zim qo'laman turib o'tirib, menga qanaqadir Peter qilib ber deb yoza oladi deb o'ylamayman. Peterlar tuzib menga mos keladigan shriftlar. Chunki klient siz sun'iy intellekt bilan o'tira olmaydi, unaqa grid to'ldirib, tipa mamnaqa, mani brendim mamnaqa, men buncha yildan beri ochib kelganman, mamnaqa men tushuntirib bergani bilan, hali hissiyotli narsalar bor-ku, chiqmaydi deb o'ylayman. Uni hissiyot bilan chiqaradigan ba'zi odam qo'li bilan chiqaradi. Shuning uchun olib qo'ya olmaydi. Masalan, Google chiqdi, bizga foydasi. Google'da ham sun'iy intellekt, Siri'da, Alexa'da bular ham sun'iy intellekt-ku baribir. Ishlatadigan ko'p narsalarimiz sun'iy intellektlar, kalkulyator to'g'ri sun'iy intellekt. Sun'iy miya, chunki kod dasturlashtirilgan, raqamlar yozasiz va u javobini hisoblab chiqarib beradi. Unda ham odam qo'li ishlaydi. Agar siz qo'lingiz bilan ishlamaydigan bo'lsangiz, sun'iy intellektingiz ham hech qanaqasiga ishlamasligi mumkin, va hokazo. Zo'r javob berdingiz. Ko'p gapira olmay shekilli. Yo'q. To'liq tushuntirib berdingiz. Xo'p, endi production ish jarayonini kutib qolamiz endi. Bizdan so'rayapti. Jarayonini ko'rish men uchun qiziq, master klass ko'rsatib bersangiz ajoyib bo'lardi. Maqsadjon, biz bitta qiziq loyihaga qo'l urmoqchi bo'lyapmiz. Agar sizlarga ham qiziq bo'ladigan bo'lsa, biz ya'ni Creators Club degan loyihamiz bor, ya'ni mana shu creatorslarning klubi. Ya'ni nechtadir anaqani qaysidir pavilyonda yoki birorta kattaroq joyda, aytaylik, botanika bog'ida yoki birorta zalda yoki restoranda o'tirib hamma videograflar bilan community gaplashib, fikrlar almashib bo'lishadigan community tashkil qilmoqchimiz. Bunga harakatlarimizni boshladik. Oson ish emas ekan, juda qiyin ish ekan, to'g'risini aytsam. Harakat qilyapmiz.
agar bu narsa sizlarga qiziq bo'lsa ham hozir kommentariya yozib qo'ydingiz-ku, to'g'rimi? O'sha Hmm. joyga yozinglar. Agar sizlar qo'llab-quvvatlashlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol biz bu narsani qilamiz. O'zi bizda bozorda qanchalik mana kuzatasiz shunaqangi community-lar, klublar bormi, yo'qmi o'zi? Ochiqini aytsam, videograflar orasida, ya'ni filmmekerlar orasida hali ko'rmadim. Endi shakllanib kelyapti menimcha. Lekin boshqa bizneslar qatorida ko'p biznes zavtriklar, ya'ni biznes zavtrik degan narsa bor. Ya'ni community-si. O'tirib, marketologlarning o'zini anaqasi bor, ya'ni klubi bor. Ba'zi bir soha egalari o'zlarining klublari bor. Ular o'tirib bir-birlari bilan maslahat qilishib, ishlarning rivojlanishiga hissa qo'shishadi. Shuning uchun biz ham masalan dizaynerlar, masalan vizualniy ijodkorlar shunaqa anaqa qilsak, community tashkil qilsak ham menimcha ancha yaxshi yuradi, ancha yaxshi foydasi tegadi odamlarga. Chem 1 minutlik reelsli videolar qilib o'tirganimizdan ko'ra buni foydasi juda kattaroq deb o'ylayman. Ajoyib ekspertlar bir-birini taniydi tam. Sen nima ish qilyapsan? Sen mana bunaqa joyda ishlaysan. Men bilmagan edim. Men ham bilmagan edim deb, tipa networking zo'r bo'ladi. Bilib oladi, kimligini. Kimligini bilib oladi, qachamiz kontaktlar almashadi. Bizda o'zi problema nimada? O'ylayman, oldinlari ijtimoiy tarmoq rivojlanmaganda insonlar bir-biriga telefon qilishlari ko'p bo'lardi. To есть именно jonli suhbatlar ko'p bo'lardi. То есть qaysidir inson bilan tanishdingizmi, siz uni Telegram akkauntini emas, telefon nomerini olasiz и to'g'ridan-to'g'ri SMS ham yozmaysiz, telefon qilasiz. Budkachaga borasiz, telefon qilasiz, bilib olasiz. То есть bu hozirgi darajada bu davleniyada odamlarda, tipo nomerini olib, keyin unga telefon qilish. Hozir telefon qilmaydi. Uzoqqa borsa Instagram akkauntini so'raydi. U yoqdan yozadi, u yoqda уже такой yengilroq hammasidan yozadi, отказ eshitadi, nima qiladi. Hayotimizda bizda hissiyotlar anaqasi, hissiyotlar shunaqa rol o'ynaydi. Masalan, siz g'oyibona, ya'ni ko'rishmasdan turib, oldin tarixga bitta qaytamiz-da, oldin kimdir bilan gaplashmoqchi bo'lsa, yuzma-yuz ko'rishib, u inson bilan gaplashgan. Keyin qaysidir vaqtdan o'tgandan keyin xatlar orqali gaplashishni boshlashgan. Ya'ni xat yozib, kompyuterga boylab, o'chirib olib, shunaqa narsa boshlangan. Undan keyin sekin-sekin transport paydo bo'lganda yana bitta qaytarilgan, haligi ko'rishib gaplashish anaqasi. Undan keyin telefonli qo'ng'iroqlar orqali уже bu yoqqa endi SMS, anaqa Telegram, chatda gaplashish juda qulay bo'lib qoldi. SMSlar yozish bizga nima beryapti oxirgi paytda? Отказ olayotganingizda kimdandir yoki kimgadir bor anaqangizni uyatchan insonlar yoki bo'ladi-yu, masalan, ko'ziga qarab gapira olmaysiz kimnidir. Tortinasiz ozgina. Telefon qilib o'rillatib so'kmaysiz-da, chiroyli qilib anaqada SMS yozib yuborasiz. Bu hali yumshoqroq holatga aylantirib qo'ydi. O Muhammad Aziz aka, assalomu alaykum. Kelayotgan bayraminglar bilan boshqa rivojlangan sohalarda horror filmlar juda maromiga keltirib ishlab chiqarishadi. Bunga talab ham ko'payyapti. O'zbekistonda nega horror filmlarga kuch berishmaydi? Yo'q, O'zbekiston ijodkorlarini qo'lidan kelmaydimi yoki budjet yetmaydimi? Hamma savol berib, savollarga javob ham yozib ketibdi. Akamiz. Yo'q, birinchi o'rinda ma'lum javob berib ketsam, to'xtang, men siz gapingizni bo'lib yubordim. Sun'iy haqida siz gapirayotdingiz. Yo'q, men gapirmayotgan edim. Bemalol. Savol bo'lsa, javob bersangiz bo'ladi, qiziq hammaga. Anaqa mikrofonni berib qo'ysa, to'xtamay gapiradigan insonlardan bor-ku, o'shaqadan bo'lib qolgan oxirgi payt bor. Alibeydi anaqa Просто gapirish kerak. Просто bosib gapirish kerak, to'g'risi. O'zbekistondagi, ya'ni horror, ya'ni ujasniy kinolarga bo'lgan talab. Men oxirgi payt sezaman, agar nima deydi? Biza qanaqadir siqilish yaxshi ko'radigan xalqimiz-da, bilmayman nimagadir. Eziladigan, kelini otibdi, o'ldiribdi yoki qiynayapti ekan degan narsalarni eshitsak, yig'lab turib ko'radigan onalarimiz bor, yaqinlarimiz bor-ku. Shunaqa xalqimiz-da. Bilmadim, mana shu narsalar zo'r trendda ko'p ketadi. Bizda
o'ylashim bo'yicha horror filmlar o'zi film sohasida kirib kelish bosqichidamiz o'zi. Hali masalan o'zbek film deymiz-ku, o'zbek film hamma uchun aytib ketaman, o'zbek film bu YouTube'da chiqayotgan videolar bu o'zbek film emas. O'zbek filmlar o'zini yilda bitta yoki ikkita budjetga qarab turib olinadigan filmlari bor. Masalan, Ilhaq kinosi Buxorodagi Buxoro xonligi haqida, Qo'qon shamoli haqida va boshqa juda maromiga yetkazilgan filmlar bor. Lekin kinoteatrlarimizda tasavvur qiling, siz qanaqadir budjetga kino oldingiz-da, qanchadir million so'mga-da, kinoteatrda turibdi. Men bu yerda O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Ilhaq nomli film namoyishi, bu yerda Avengers'larda final turi, final anaqasi jangi. Odam kirib kelyapti-da. Qaysi biriga kirasiz? Alibek, sizga savol. Menmi nima ikkinchisiga kiraman-da. Chet elda ishlab chiqarilgan kinosiga kirasiz. Men bizda shu narsa qiynayapti-da, budjet masalasi. Ya'ni insonlar kino ming sifatli ishlangani bilan YouTube'ga qilinayotgan kontentlarni anaqa ko'rib, O'zbekistonda yaxshi kino chiqmaydi degan tushuncha o'sha odamlar miyasiga o'rnab bo'lgan. Shuni hisobiga masalan anaqa qilinmaydi. Budjet yo'q. Budjet bo'lmagandan keyin hali siz ham tasavvur qiling, bitta biznes ochasiz, faqatgina minusga ishlasangiz, anaqa qilib bera olmaysiz-ku. Qayta ishlab ketavermaysiz-ku. Shunaqa. Sal foyda olib keladigan, pul keltiradigan biznesga o'tishga qaror qilasiz. То есть qaysidir ma'noda xalqda deylik kinematografiya industriyasida insonlar, biz o'zbeklarda video olishi mumkin, kino olishi mumkin, yaxshi sifatli olishi mumkin, faqat qaysidir ma'noda shu byudjet yo'qligi sababli bu narsa bo'lmayapti. То есть как бы siz zo'r futbolistsizda, lekin siz faqat shu Slovda где-то o'ynayotgan bo'lishingiz mumkin. Agar sponsoringiz bo'lmasa, siz mahallada o'ynaysiz, sponsoringiz bo'lmasa, siz qolib ketishingiz mumkin-da shu joyda. Menga ham o'rtog'im bor, shu talantli, lekin shu qolib ketganda, shu sababli. Men shu narsa bo'yicha ham aytib ketmoqchiyim-da, bro. Qarang, masalan, budjet asrash, masalan, ko'pchilik kompaniyalar ham o'z ishiga marketingini to'g'ri yo'naltirish bor-ku. Shu narsasidan ikkilanadi. Ko'pincha o'tirayotganimda, masalan, video otganimizda yoki klient keladigan bo'lsa, iloji boricha marketingni ham tushuntirib, o'zimizda marketing uslubimizni ham berishga harakat qilamiz. Chunki bilmagan narsangizni sotib ola olmaysiz-da. Bir kun yaqin kunda bizda syomka bo'ldi, horror janrida, ya'ni o'sha Oculus Quest syomkasi bo'ldi. Ya'ni Quest zonalar bor bilsangiz. Quest zonalar bor. Bitta tanishimizning Quest zonalariga bordik. Agar sizlarga ham qiziq bo'lsa, u tominglar ketib qoladi. Men unaqa darajada bo'ladi deb o'ylamagandim. Hali emotsiya, adrenalinda. Kirib ko'rsanglar, hali nima deydi? O'sha joyga tushib qolgansiz-da. Men prosta borib turib, kimdir yoningizga chiqib, bu qo'rqitadi desam, yo'q, o'tda biram hali ta'sir o'tkazib, miyangizni ishlatib, hali yangi adrenalinlar qo'shar ekan-da baribir. O'zim syomka qilganim borib, daraja realga o'xshaydi-da. Syomkasini ham shunga yarasha qildik. Faqat uni ustida ishlayapmiz. To'g'risi, agar hozir o'sha ustida ishlab o'tirishim kerak edi. Ishlab o'tiraman, men ba'zi bir zo'qlari, narsalarni alohida yozdirtirdim-da. Klientdan so'rab o'tirmadim bu narsani. Men bunaqa yozdirishimiz kerak, men buncha pul bo'ladi deb o'tirmadim. Prям o'zim, davayte men shuni o'zim olib chiqay, zo'r qilib hali har tomonlama ishlab beray deb o'tiribman-da hozir. Kerak bo'lsa, o'zini pulini o'ziga sarflayapman-da. Hali ko'proq odam tanisa, ko'proq klient kelsa ularga. Bizga ham keyin foyda. Mana shu tomonlama haligi ishlarni sifatli qilib berishgan. Gapim hozir chicha cho'zib yubordim. Bir marta borib ko'rish maslahat beraman. Uni miyazali bloklar bo'ladi-ku. Qanaqa yechib tashlaganingiz bor-ku. Silishga bo'ladi. Jamoa bilan borib o'ynaydigan o'yin ekan bor-ku. Anti-stress. Anti-stress. Stress prям. Anti emas. Anti emasmi? Hali stressga tushib turib chiqib ketasiz-da. O'zi o'sha horror filmlariga qanaqasiz? O'zingiz ko'rib turasizmi? Yo'q, to'g'ri aytsam, ko'rmasdim. Men shu syomka uchun ko'rdim.
Ha. Kun qilishimiz uchun o'tirib ko'rdim. No, Ha. baribir hali yoshligida 5-13 da ko'rib katta bo'lgan bolalarmiz. Hmm. Sekin endi ko'rib, uni ustida ham ancha mehnat ketar ekan, ancha ish bo'lar ekan. Sekin rivojlantirishga harakat qilamiz shu yo'nalishni ham. Zo'r. Bizda O'zbekistonda chiqsa ham horror men ko'rmasam kerak katta ehtimol bilan, chunki bizga ancha bor hali. Bilmayman qaysi darajada qo'rqitishi mumkin, baribir ko'rish kerak. Sizda ham shunaqa, menda ham shunaqa shu. Ko'rmaganmisiz? Brat, Ruh 5-13 mi? Yevroaziyada bor-ku. Ha. Yevroaziyada birinchi o'rinda olib kelgan bitta shunaqa horror filmimiz bor. Ruh 5-13. Ruh 5-13 emas, yaqinda olingan, 2008-2009-yillarda olingan. Operator Abdulaziz Asadullayev eng yaxshi chiroq ustasi va eng yaxshi syomka uchun anaqani olgan. Yil operatorini olgan. Nomi nima ekan? Balki ko'rgandirman. Yo'q, skорее всего ko'rmagansiz. Avval nomini qarab ko'raman. Juda qattiq ishlangan kino, svetlari, chiroqlari. Bu yerda masalan odamni haligi ssenariy zo'r tuziladi. Masalan, qo'rqish anaqa uchun haligi ужасный horrorlarga mos ssenariy tuziladi, lekin uni chiqarib berish, chiroqlar bilan ishlab ko'rsatib bera olish darajasi ham bor-da. Tomonlama ham ishlash kerak. O'shanda emotsiyalaringiz oshishni boshlaydi. Savol. Gapiravering, eshitaman. Yo'q, где-то eshitgandim, то что ужас filmlarda qaysidir katta foizini qo'rqitish etapiga olib chiqishda shu katta foizlarni shu zvuk egallaydimi deb. То есть именно agar любой ужасni olib просто так без звук ko'radigan bo'lsa, masalan, unchalik qattiq qo'rqmaydi odam. Agar qanaqadir kichik detallarida odam yurayotganda jim bo'lib qoladi, keyin birdaniga baqiradi. Mana shunaqangi zvuklari bo'lgan, где-то bilmayman, katta foizni tashkil topar ekanda mana shu narsa. Zvuk реально rol o'ynaydi. Zvuk nafaqat aytaylik horror filmlarda, balki oddiy videolarda ham zvuk juda katta rol o'ynaydi. Просто siz hali zvuklar bilan to'liq ishlayotgan kinolarda ko'rsangiz, hali timelinelar qo'yib qo'yishadi. Ikki tomonlama zvuklarni qilarini, kinolar juda ham ko'payib ketib, katta timeline bo'lib ketadi. Chunki zvukda emotsiya yetkazib berish uchun juda katta mehnat, katta anaqalar ketadi. Kuch sarflanadi. Bizga savollar yozishibdi. Savol bor edi. Assalomu alaykum. Kelayotgan hayit bayraminglar bilan. Rahmat sizga ham. Inson faqat bitta sohada ish olib borgani yaxshimi yoki agarda u masalan SMM va uni ustiga geograf skilllarini o'rganib, shu ikkita stilni qo'shib ish olib borsa foydasi ko'proq, ya'ni fokus faqat bitta narsaga qarab ishlash yaxshimi yoki tushundim savolingizni. Alibek, sizdan eshitaylik, fikringizni ayting. Deylik bitta odam bitta qanaqadir sohani oldi, qo'shimcha mana bunaqa narsa o'rgansa bo'ladimi deyapti. Ha, shunaqaroq. Ya'ni qanaqa deyapti? Masalan, men videografman. SMMni ham o'rganganim menga foyda beradimi yoki bitta sohada normalni ketishim kerakmi degan narsani beryapti. Foyda bersa kerak. Bilmadim to'g'risi. Siz to'liqroq javob bering mana shunga. Ekspertni, professionalni javob bering aka. Xo'p, bu savolga keladigan bo'lsak, men o'ylashim bo'yicha inson oldin o'sha har doim eshitgan gaplarimizni maqsad tuzishni anaqani o'rgatishadi, lekin qanaqa qilib tuzishni tushuntirishmasa kerak. Siz qilayotgan ishingizni birinchi o'rinda ijod deb belgilashingiz kerak. Ya'ni maqsadingiz nima degan savol qo'yamiz-da. Aytaylik, bitta brend bilan ishlayapsiz, u brenddagi o'zingizni video uslugalaringizni berib turib pul olishmi yoki o'zingizni uslugalaringiz bilan o'sha brendni qurib, yaratib, katta bosqichga olib chiqib, kattaroq summa, ya'ni partner sifatida ishlashmi degan savol beriladi-da. Bunga ijodkor sifatida qaraysiz. Ijodkor sifatida qaraydigan bo'lsangiz, aytaylik, meni soham koloristika. Polniy men faqat koloristika bo'yicha, mana professiyam shu bo'yicha. Lekin joyi keladi, montajni ham, zvuklar bilan ishlash, svetlar qo'yish, ya'ni gaferlarning vazifasini, operatorlarning vazifasini,
полный full olib ketaman. Ya'ni joylar keladi, marketingida qanaqadir juda zo'r bilmasam ham yordam berib, tushuntirib, mana bu yerda mana bunaqa bo'ladi, mana bu yerda mana bunaqa bo'ladi deb. Bu yerga men bu soha alohida emas, ijodkor sifatida o'zini ishini, ya'ni har qanday ishni yaxshi ko'rib qiladigan inson sifatida qarasam, keyin уже bu skilllar kuchayib boraveradi deb o'ylayman. Ya'ni men faqat dizaynerman, bo'ldi, men post qilsam bo'ldi emas. Dizaynerlikni ham menimcha juda ko'p. UI UX dizaynerlar bor, grafik dizaynerlar bor, motion dizaynerlar bor. Dizaynerlarning ham menimcha albatta turlari juda ko'p. Masalan, men o'ylashim bo'yicha ko'pchilik aytishadi menga grafik dizayner, u sohalari boshqa, yo'nalishlari boshqa. Men lekin mana shu sohadagi insonlarni men creatorslar, ya'ni ijodkorlar deb atayman. Ko'proq creators club anaqa yo'q. Siz qaysidir sohadasiz yoki kimdirsiz degan narsa yo'q. Masalan, men dizayn qilib ketaveraman. Hali vaqtim bo'ladigan bo'lsa, o'tirib dizayn qilib ham ketaveraman. Chunki menga kerakli narsani fikrimda birinchi chizib olaman, ketdi. O'shani detal qilib yaratib olish men uchun qiyinchilik tug'dirmaydi. Qolganlarga ham shuni maslahat berardim. Faqat ishinglarni men grafik dizaynerman emas yoki men dizaynerman emas, men ijodkorman deb olsanglar, menimcha yaxshiroq ketadi. Bu yerda men bitta soha vakili emasman, men umumiy olganda ijodkorman. Значит, ijodkorda vazifasiga любой narsa kirib ketishi mumkin va men shu narsani bir qanaqadir kattaroq natija qilmoqchi bo'lsam, men bilishim kerak u narsalarda deb nima qilar ekan-da, to'g'ri. То есть faqat men bo'ldi. Ijodkor bo'ling deb aytaman, chunki biznes ham ijod. Bunday olib qarasangiz, biznesda ham har xil bizneslar bor. Masalan, aytaylik, Jahongir aka Ortiqxo'jayev eng trenddagi insonlardan bittasi. Qancha bizneslari bor. Ular ijod qiladilar biznesda. Har xil bizneslar bor. U masalan siz qilgan dizayningizni ko'rib qanchalik faxrlansangiz, u qilgan bizneslarni ko'rib shunchalik faxrlanadi. U ham ijodkor, bunday olib qarasa-da. Bizneslar ichida ijodkor. Biza masalan anaqa media sohasida ijodkorlarmiz. Media ijodkorlar biza. Ular biznes tomonlama ijodkorlar. Shunisiga shu tomonlama e'tibor berib, to'g'ri pozitsiya olib borsak, menimcha zerikib qolmaymiz, ish prosesimiz ham kuchayadi. Ko'p odam bilmaydi, masalan, siz ham strategiyaga ham aniq qilasiz. Masalan, Asia Farmda esimda strategiya qismida strategiya tuzib chiqishda ham o'zingiz tuzib chiqqansiz. Notion'da bir nimalar yozib, nimalar qilib, shunda o'sha tushunsa bo'ladi, to что sayyoh bu nafaqat operator yoki content creator umumiy oladigan bo'lsa, bu ijodkor inson. Da. Esimga tushib ketdi o'sha paytlari. Kechalari uxlamasdan chiqqan ishlarimiz. Bir payt strateg, bir payt videograf, bir payt dizayner. Sketchni o'zim dizaynlar qilib o'tirganman, bo'ldi. Va yomon chiqmagan. Va yomon chiqmagan deyman, yaxshi chiqqan. Yomon dizaynlar qilmayman. Hali oxirida bitta dizayn bo'yicha anaqa ishlaringizga baho, anaqa ishlaringizdan qo'yamiz siz. Qilgan dizaynlarni beraman. Kommentariyaga tashlang-da, va nimalar qilgansiz? Yana sizga ham savollar bor ekan, bro. Siz ham javob bering. SMS xizmati bo'lmasa ham brending agentligi jamoa bo'lib ochsa bo'ladimi? SMS xizmat bo'lmasa, brending agentlik jamoa bo'lmasa. Yo'q, agar u jamoa ochilsa, qanaqadir agentlik ochmoqchi bo'lsangiz, ichida SMM xizmati bo'lmasa ham bo'ladi. Unaqalar bor-ku. Masalan, qanaqa? Bu agentlikda xizmat turingizda deylik saytlar yoki brending bo'ladi, lekin SMM xizmati bo'lmaydi. Xohlagan turdagi SMM nimalar, xizmat turlarini qo'shsangiz bo'ladi, faqat kompetensiya shu narsani ijodkorlarni topishingiz kerak-da. To есть insonlarni. Ya'ni SMM xizmati bo'lmasa ham brendlik agentligini jamoa bo'lib ochsa bo'ladimi? Ya'ni agar sizni savolingiz bo'yicha tushunishim bo'yicha aytaylik, SMM xizmati o'zingizlarni reklama qilib chiqarishda bo'ladigan bo'lsa, bu boshqa tema.
voy brat, man sizga gapirib ketdim hozir. Fikrim bitta bo'ldida, yani stiker tashladi anaqa production bo'yicha master class ko'ramizmi deb. To'liqroq yozsangiz men javob berib ketaman. Ya'ni biz qilmoqchimiz Telegram kanalimda, xudo xolasa kelasi haftaga odamlarni yig'ib o'sha yerda master class o'tkazmoqchimiz. Agar o'zi qilayotgan ishlaringizni ko'rsatish uchun SMM xizmati bo'lishi kerak bo'lsa, o'zingizda bilmadim, qilayotgan ishlaringizni shunchaki portfolioga qo'yib ketsanglar bo'ldi. Bu SMM xizmati olib qilish shart emas. Agar SMM xizmati aralashgan brending anaqasi bo'lsa, ya'ni biz brendingingizni olamiz SMM xizmatingizni ham qilib beramiz desa, bunga menimcha mutaxassislari bo'lgani ancha yaxshiroq. Xuddi shunday. Yes sir. G'oya olish uchun qanaqa saytlardan foydalanasiz, Alibek? Bilasiz-ku aka, men ko'p saytlarga kirmayman, asosan Pinterestga kiraman. Bo'ldi. Oxirgi payt oldinlari aktiv men bu Behance, Dribble'larga kirardim yoki qanaqadir yangicha saytlarga kirardim. Hozir Pinterest qanaqadir ehtiyojlar nima qiladi, yopadi. Men hozircha shu. Menda professionalniy maslahat chiqmaydi mana shu savol bo'yicha. Qanaqa saytlarni kuzataman yoki qanaqangi ilhomlanaman. O'zi mana ilhomlanish bo'yicha savol-da. Ilhomlanish hammada individual bo'lar ekanda, unaqa emasmi? Xuddi shunaqa. Individual deganda inakda men tushuntirib bera olmayman. Men qayerdan g'oya olishimni o'ta mavhum bo'ladi. Balki men g'oyani hech qayerdan olmasdirman. Ko'chaga chiqib kelaman, g'oya keladi. Yoki shunga o'xshagan narsa. Lekin u narsani tushuntirib bermoqchi bo'lsangiz, u narsa slishkim individual narsa-da. Anaqa tushunib bo'lmaydi, odamlar bari tushunmaydi. Yoki qanaqadir metodikasi bor, instrumentlar, deylik, saytlar nima. Xuddi shunaqa saytga nima zapros berasiz. U ham individual narsa. Masalan, men bitta harfni yozib zapros berarman, enter deb bosaman. M deb bosaman, enter bosaman yoki A ni bosaman. Shunga o'xshagan. Sizda qanaqa mana shu? Masalan, jarayon. qachon g'oyalar yangi anaqada qoladi, miyamizda qaysidir tomonlari bor-da, baribir. Aytaylik, qaysi paytda yangilik. Men masalan, yeb ko'rmagan taomlarimni yesam, shirinligimni yoki narsamni yesam, miyani qaysidir bir tomonlarini ochib tashlaydi-da, g'oyalar paydo bo'lish boshlaydi. Har kimda o'sha individual, har xil, to'pa-to'g'ri. Kimlardir kim bilandir suhbatlashsa, g'oyalari to'lib ketadi. Kimlardir masalan dushda g'oyalari to'lib ketadi, boshidan suv quyib, anaqa cho'milib turganda, kimdir sayohatga chiqsa, g'oyasi to'lib ketadi. Yana kimlardir chiroyli narsalarni ko'rsa, anaqa g'oyasi to'lib ketadi. Kimdir o'yin o'ynasa, g'oyasi to'lib ketadi. Kino ko'rsa, g'oyasi to'lib ketadiganlar qancha. Birosa miyamizga beradigan dopamin bor-ku, o'shani topib olishimizga miya bizga qaysi anaqa pozitsiyada qanaqa g'oyalar keladi. Masalan, Tetris Club anaqasi ham, men masalan dushda boshimni qotganda dushga keldi. To'g'ri aytsam. Ba'zi bir paytda kechqurun uxlayapman, aytaylik, production Zelight degan yana bitta production ochganmiz, xabaringiz bo'lsa, shu narsa tushimga kirganida g'oya keldi. Tasavvur qilsin. Tushimga kirdi va mana shunaqa narsa qilish kerak degan narsa, keyin bosaman degan g'oya kelib, shuni ustida ishladim. Qattiq. O'sha siz to'g'ri aytdingiz, individual. Kimgadir, kim bilandir suhbatlashsa, kimdir qaysidir o'zi yoqtirgan insonga gul bersa, kimdir yaxshi post yozsa, kimdir yaxshi kino ko'rsa, kimdir podkast ko'rsa, kimdir intervyu eshitsa, tipa g'oyalari kelaveradi. Buni qanaqadir nimagadir bog'lash shart emas. Aytaylik, g'oya olish uchun qanday saytlardan foydalanasiz deganda, umumiy olib qaraganda men Google dan foydalanaman. Nimadir kerak bo'lsa yozadi, ChatGPT bilan gaplashaman. G'oya olish ishlayveradi. Ya'ni men tushunmadim. Dizayn bo'yicha so'radim, videografiya bo'yicha so'radim yoki vizual bo'yicha so'radim. Shu sizni bilmay qoldim men. Super. Alibek, masalan, menda ham savol bor-da.
sizlar masalan narsalar joylashtirasizlar-ku bitta frame kadr ichiga umumiy barcha narsalarni joylashtirasizlar. Buni nimani evaziga joylashtirasizlar? Ya'ni kompozitsionistlarda ham o'rgatiladimi yoki qanaqadir qonun qoidalaring bormi yoki просто miyaga kelgan chiroyli narsani ko'rgan holatdami? Umumiy bitta qanaqadir ramkaga dizayn qilayotganda, elementlar joylashtirayotganda chiqib. Dizayn qilib. Masalan, mana oddiy primer hozir eshitilyapti. Da, eshitilyapti. Siz shu poster qilayotganimda Figmada qildim-da. Sizni suratingizni olib, vizual suhbat deb yozdim. Men shu narsaga ko'p o'tirmadim, lekin shundan kelib chiqib xulosa qilishim mumkin. Menda qanaqa bo'ladi bu narsa? Inakda zo'r tushirilgan kadr, surat 80% ishni yopib beradi. Bo'ldi, boshqa hech narsa kerak emas. To есть kontentda gap ko'p-da. Odamlar o'ylaydi, "Men fotosessiya, men buni tanlamadim, men suratga tushkim kelmaydi, nima qilgim kelmaydi." Lekin bu o'ta muhim narsa, chunki kompozitsionniy u tekst o'zidan o'zi joylashadi-da. Masalan, siz o'rtada turibsizmi? Bo'ldi, men sizni turgan pozingizni chetga olib qo'ya olmayman. O'ng tarafga yoki chap tarafga. Siz bo'ldi, kompozitsion o'rtada turibsiz. Endi tekstni to'g'ridan-to'g'ri tam setka bo'yicha, tam tepada, pastga, tam kombinatsiya bo'yicha ketadi. То есть u mayli, u detal, lekin suratga tushganingiz fondagi shu xarakter narsa 80-90% ishni hal qilib beradi. Shu narsalarga e'tibor beraman. Endi kompozitsion zo'r emasman. Yani endi siz fotograf bo'lganingiz uchun yoki siz ko'proq mana shu sferada ishlaganingiz uchun sizda bu narsa yaxshi rivojlangan deb o'ylayman. Bizda ham ko'proq bo'shliqqa e'tibor beramiz, qanaqadir tam lishniy detallarni olib tashlashga e'tibor beramiz. Tekst yozayotganda setkalarga e'tibor beramiz. Setka deganda oddiy masalan dizayner emas bo'lgan insonga ko'rsatsak, qanaqa setka yo'q bu yerda setka deydi, lekin liniya qo'ysa har bitta shriftlar deylik, tipografika qaysi bir setkaga borib taqalgan bo'ladi-da. O'zini qonun qoidalari bo'ladi, nimalari bo'ladi. U narsa his qilinadi. Jarayonda setka qo'yiladi, lekin ular keyin olib tashlanadi. Shuning uchun mana shunaqangi ba'zi narsalarga nima qiladi. Bu narsada o'rgatiladi. Dizayn bo'yicha kurslarda, nimalarda shunaqa modulni setka deydi. Shunaqa narsa o'rgatiladi. Shunaqa. Endi life hacklarni endi sizdan bilishimiz kerak, chunki men bilmayman to'g'risi. Qanaqadir nima life hacklarni, nimalarni. Yo'q, to'g'ri aytdingiz. Manda ham ko'pincha keladi, koloristikani o'rganmoqchiman, kolorini qilib ber yoki unaqa so'rashadi. Men aytaman, yaxshi qilingan syomka bu 70%, 80% anaqa color deganda, ish qoldirmaydi. Aytaylik, men bitta struktura qilganman, anaqada DaVinci'da ham, buni kanalimni tekinga ham berib yuborganman hammaga strukturani. Endi qanaqa ishlata olish, endi odam o'zidan. Men qanaqa janrda syomka qilishimdan farqi yo'q. Ular tushib ketaveradi. Chunki men syomkani birinchi o'shanga moslab turib qilaman. Ya'ni yaxshi kayfiyatda, juda yaxshi kayfiyatdagi atmosferasini olib chiqaman. Yomon kayfiyat bo'layotganda o'sha ko'k rang, boshqacha ranglardan qilaman. Tushkunlik holatida ranglarni qo'shib ishlatish. Misollarda masalan Alisher aka Uzoqov bitta syomkalari qilganmiz. Aytaylik, o'sha bitta ishlatgan strukturani ishlatganman. Agar videosini ko'rgan bo'lsanglar, aynan mana bu ko'rib turgan kartinalar bor-ku. Bu bitta color stili hech qanaqa o'zgartirmasdan qo'shganman-da. Endi men buni qarang. Bu ham xuddi o'sha color stili. Bu lightroq, anaqaroq, hali o'xshaydi. Gap qo'yilayotgan chiroqlarda qilinayotgan syomkada-da. Hali sizga kelib turib, meni ruchkadan flomaster yasab ber desa, qila olmaysiz. Ruchkani chiroyli qilib berishingiz mumkin, lekin ruchkadan flomaster qilib olmaysiz. Dizaynni bilmayman, qilsanglar bo'lsa kerak, endi hayot anaqa deb aytolmayman. Da. Shuning uchun bor narsani chiroyli yetkazib berish. Bu mana bitta proyekt oladigan bo'lsak, insonlarning chasti bor. Ya'ni
ssenariy tuzayotgan inson, ya'ni o'tirayotganda aytaylik, Alibek bugun hayoti davomidagi eng og'ir vaziyatga tushdi va bu vaziyatda mana bunaqa narsa bo'ldi deydi. Bu ssenariy. Ya'ni bitta janr, joyi, epizodi. Keyin buni rejissyorga topshiradi. Rejissyor ko'radida va o'zini ishongan chiroq ustasi, ya'ni gafferni chaqiradi. Gafferga ssenariyni beradi. Gaffer ssenariyni o'qiydi. Alibek bugun hayotidagi mana bunaqa tushkunli ahvolga tushdi. Znash, tushki ahvol, ko'k rang, sariq anaqa ko'k va sariq ranglarni aralashtiryapti. Ketdi. Buni oladi. Buni keyin operatorga beradi. Operator xuddi o'sha narsani chiroyli qilib olib beradi. O'sha olib berilgan operatorda kolorist xuddi o'sha stilda bo'yaydi va uni keyin chiqarib ommaga beriladi. Bu degani hamma narsani montajyor zo'r qilib tashlaydi yoki dizayner zo'r qilib post qilib tashlaydi emas. Hammani o'zini chasti bor. Ya'ni rasmga olayotgan inson ham dizayner, men masalan har bitta rasm olayotganimda qattiq tekst qo'ysa bo'ladi, dizayner qanaqa foydalanadi, hamma chastlarni o'ylab turib syomka qilaman-da. Ya'ni rasm olaman. Dizayn qilsa bo'ladigan qilib. Bu qo'ldan qo'lga o'tadigan narsa-da. Aytaylik, ovqat qilyapsiz, ovqat qilayotganingizda kimdir anaqa masalliqlarni to'rg'iydi, kimdir tuz soladi, kimdir ovqatni suzib olib boradi-ku. Tasavvur qiling, bitta odam ishini yaxshi qilmadi, ya'ni tuz solishdan chiqardi. Masalliqlar qilgan, duxovkaga anaqasiga qaralgan, odam zo'r qilib podacha borgan, ovqatni yeyapti tuzsiz. Bu yerda hammaning ishi failed bo'ldi. Gap hamma ishonilgan anaqa, klient restoranga baho beradi. Ya'ni ichidagi oshpazlarga ham beradi. Ichidagi qasr, tuz soladigan inson tuzini solmabdi demaydi. Umumiy restoranga bitta qoralik ketyapti. Boyagi anaqani ham o'zbek kinosi haqida gap ketdi-yu. YouTube'dagi hamma kinolar ham o'zbek kinosi degani o'zbek filmni anaqasi emas. O'zbek film bu bitta tashkilot, ya'ni katta production, o'zlari syomka qiladigan. Ular ham masalan, sizlarda ham qanaqadir brendli komandalar bor-ku. Xuddi o'shanga o'xshagan o'zbek film degan tashkilot bor. U yerda uni kinolari, filmlari dahshat darajada chiqadi. Keyin bu yoqda olayotgan, pul uchun ishlayotgan odamlar bor. Xohlagandek, yangi xalq sohani tushunmaydiganlar ham kino tashlayapti hozir. Shunaqada ko'pinchalik umumiy kuxnyaga anaqa berib qolinadi. Hech kim detalni o'rganmaydi bu yerda. Shu nazarda tutmoqchiman. Bilmadim qanchalik tushuntirib bera oldim. Men o'zim tushunib oldim amallab. Tushunarli. Men uchun unchalik 100% tushunarli bo'lmasa ham. Xolos tushuntirib beramadingmi? Yoki offline ko'rishganda tushuntirib berasiz. U offline'da detalni ko'p misollar bilan tushuntirib beraman, chizib, yozib. Bo'ldi. Unda to'g'ridan-to'g'ri ofisga boraman-da. Yo'da, udobniyroq bo'ladi. Ofisimizda ham remont. Hozir nima dastlari? Shu Hamiddagi edi. Hamidda, Darxondamiz. Darxonda. Zo'r. Shu bir marta bordim-da, adashmasam, yo 2 marta ham bordim. Yo 1 marta bordim. O'ta zo'r joy. Ularni ko'rib. Da? Nimalari yoqdi masalan? Nimaga e'tibor berdingiz? Ular juda ham ko'p ekan. Nima desa bo'ladi? Kamera nima, ixcham. Menga yoqdi. Jamoa yaxshi shakllantirgan. Shu planda. То есть ko'p aksariyati yoshlar, ambitsiozni bolalar normal ishlaydi, nima qiladi. Endi menga shunaqa ko'rinadi. Shu taraflari zo'r. O'zim noldan o'rgatib, hammasini bir boshdan tushuntirib olib chiqqan bolalardek ko'pchiligi. Shunaqa tarzda ketganmiz. Zo'r. O'zingizdan hamma beriladigan savol bor. Qachon to'y? To'y bilmadim to'g'risi. To'yman. Hammani joniga tekkan savol deb berib ko'ring. Uni o'ziga aytaman, konkretno shu borib
o'ziga taklifnoma berishga boraman, shunda sanasi bo'ladi. Lekin hozir yetolmayman. Oo, sinashyapti. Balkim. Ha, Hozircha shu menda nima, asosan shunaqangi turdagi suhbatlar qilib turaman ba'zi payt. Endi mana shu suhbatimizni deylik YouTube'ga yuklab qo'yishimiz mumkin. То есть qanaqadir dokumentatsiya ketadi. Kimdir uchun foydali bo'lishi mumkin. Bilaman, katta prosmotr ermaydi, lekin birinchi qadam undan boshlanishi mumkin. da. Haligi o'zi foyda berishimizdan suhbatlar o'tkazayotganingiz man birinchi o'zi to'g'risini aytsam Telegram kanal ochish man sizni kanalingizni ko'rgandan keyin anaqa bo'lib qoldi menda. U kanalingiz bor edi-yu sizda. Mendan ham oldin kanalingiz bor edi, adashmasam. Yo'q, u yopiq kanal edi. Hech qayerdan ko'rsatmagandim. Aytaylik, men bu Creators degan kanalim 1 oy davomida hali ochib, biza yanvar oxirida o'sha odamlarga mana bizada shu kanal bor deb aytganimizdan beri juda zo'r qabul qilindi shekilli. 1000 tadan oshiq kirdi odam. 1.5 oy ichida. Bu yaxshi natija deb o'yladim. Yaxshi odam kirib qildi. Foydali ma'lumotlar berishga harakat qilyapmiz qo'limizdan kelgancha. O'ylab, nimani berayotganimizni, nimani qilayotganimizni, istasangiz men ish protseslarimizni ham ko'rsataman. Qanaqa ish protsesi ketadi? Masalan, sizlarda ham umrbod so'rasizlar birinchi. Men ham jamoamda hozir shu narsani tashkil qilganmiz. Ya'ni aytaylik, meni kontentim uchun katta jamoa kuch sarflaydi-da baribir. Agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, sizlarga bitta ko'rsataman. Screen recording qilsam bo'ladimi, bro? Ha, bo'ladi, bu yerda. Screen recordga bosib ko'ring, ko'rsatish kerak lekin. Da, ko'rinadi. Ha, aytaylik, men bitta $1 reelsim uchun qilinadigan harakatlar o'sha ketiladi. Birinchi shotda qanaqa odam ko'ryapti, qanaqa tarzda olamiz, ya'ni yotgan holatda turib qanaqa shaklga aylanadi, bu kadr qanaqa aylanib chiqib odamga keladi, kadrda chiqadigan elementlarni, referenslari bular keyin animatsion shakldagi videolarni ko'ryapsizlar, qog'ozda bir narsalar uchib kelyapti. Shunaqa tarzda ko'rsatib olib boriladi. O'rtadagi transitionlari ham xuddi shunga moslab qo'yiladigan chiroqlari, ishlanadigan svetlari hammasi detalni o'tiriladi. O'tirilgandan keyin color bo'yicha patternlar anaqalari hamma berib ketiladi. Shunaqa qilib ishlaymiz. Masalan, polniy videolar uchun bitta reels uchun bitta o'tirib просто ide kelib qoldi, yoz degan narsa yo'q. To'g'risini aytsam, foydali bo'lishi uchun ustida ishlab har bitta detalni o'tirib ishlaymiz. Bu narsani ham ko'rsatib qo'yaman, balki kimgadir yangilik bo'lib, miyasiga yana qanaqadir g'oya kelib qoladi. Men ham ishlarimda shuni qo'llayman degan. Shuning uchun bir qator ko'rsatib boryapman. Ssenariy, konkretno ssenariy tuzlar ekanda, ketma-ketlik, mana shu ketma-ketlikda har bitta qadamida qanaqa kreativ qilsa bo'ladi degan narsa. Da, как положено, hammasi qo'yiladi. Anaqalardan ham suhbatga torting kimdir? Bizga gapiradigan odamlar bormi ekan? Savollar gapirishamiz. Kimdir qo'lini ko'tarsa, bemalol mikrofonni yoqaman. Da, bemalol gapirsa bo'ladi-da. Da. Endi hozir ko'p odam chiqib ketgan ekan. Lekin o'zi bilasizmi, hozir ikkalamizda ham bor-ku, babali odamlar atrofida o'tirgandek o'zingizni his qilaman. Biz o'zimiz gaplashsak qanaqa gaplashamiz axir? Siz bilan. Boshqacha bo'lar ekan, ozgina. Shunaqa. Shuning uchun men hozir chatni birozga chetga surib qo'ydim-da, o'chirib qo'ydim-da, faqat sizni ko'rib nima suhbatlashayotgan edim. Da, u men bunaqa ko'p gapirib qilmaganimga, haligi omma oldida menga qiyinlik tug'diradi. Lekin gapimni topolmay qolaman. Ata ko'rishayotganimizda, ko'rishimda, jonli suhbat qilganimizda boshqa tema bo'lib ketadi. Da. O'zi u yoqda shunaqa. Rejim bo'yicha qanaqa ketyapti aka sizda hozir? O'shami? Asosan kechqurunlar ilhom keladi yoki shunga o'xshaganmi yoki
уже более-менее kunduzda ishlaydigan rejimdami yoki 24 ga yetdi? 24 ga yetdi. Hmm. Oxirgi bizada ishimiz ozgina productionni ikkita qilib ochganimizni hisobiga, keyin ishlar ozgincha ko'payganini hisobiga hozir ikkita productionni o'zi amallash qiyin masalada. Polni boshqarib bolalarni qanaqa qarab ketayotganini ish qilish bilan nazorat qilish kerak. Shuning uchun ozgina qiyinchilik tug'ilyapti. No, rejimga qaytishim uchun o'zimga assistent o'sha e'lon berdim. Assistent olaman. Assistent olishga qaror qildim. Assistentlar endi menga hozir suhbatlarimiz bor. Ya'ni kichik ishlarni ularga topshirib assistentlarga. Ya'ni video maker yoki montajyor degan assistent emas. Lishniy men bu kun tartibini to'g'irlash uchun assistent olishga qaror qildim. Hali kun tartibimizni qo'yib, tartibli anaqaga o'tishga harakat qilyapman. Iloji boricha. Kechqurun dam olib, uxlab, chunki yosh o'tyapti. O'zimda anaqa o'sha ozgincha o'zimni his qilyapman. Hali energiya tugab qolish, charchab qolish ozgina anaqa his qilyapman borgan sari. Shuncha e'lon beryapman, assistent olaman. Mas'uliyatli, sabrli, qoni ko'p bo'lish kerak keyin. Qoni ko'p bo'lishi ham anaqa. Kuchli gap ekan. O'zim uchun olib qo'ydim. Qoni ko'p. Chunki qonini ichaman deman. Assistent. Shu ma'nodami? Hali talabchan bo'lganimga, ya'ni ish qil, u qil emas, ishingni sifatli qil degan narsada men juda oldiga qo'yib ishlayman-ku. Kabi Murat. Bitta dizayn qildirish uchun. Endi qaysidir ma'noda sizda talabchanlik nimasi yuqori ancha, plankasi. Bu narsani o'zimga ham his qilganman. Qanaqadir vazifa beriladigan bo'lsa ham, masalan, deadline qo'yiladi yoki shunaqa qilamiz, tezroq qilish kerak deb. Oxirgi paytda tezroq qilish kerak emas. Berayotgan ishimga qanaqa qilyapman? Mana ish qancha vaqtda qila olasan, qancha vaqtda qo'lingdan keladi degan narsani beryapman. Yangi kirib kelayotganlarga. O'zidan kelib chiqib turib, menga aytsa 10 kunda qil, 15 kunda qil, seni ideal ishing shu bo'lsin degan narsani beryapman. Klientlarimizda ham shu narsa sekin-sekin rivojlanib kelyapti. Masalan, ba'zi bir klientlarimiz bor. Klientim bor, men uni hayotda dizayner klientimiz, ya'ni sizlarda sohalarda ishlaydigan inson. Men hali uni yuzini ko'rmaganman. Eshitmaganman. Faqat SMSda o'zingni mendagi xohlagan ishingni qilgan, menga tashlab bergan, men pulini to'layman. Klient. Kuchli anaqadagi klient deb o'ylayman. Shu klientimizni beradigan ishlarimiz beramiz, ko'p ma'qul keladi, ko'p yoqadi, ish protsessi ham juda zo'r ketadi. Chunki men kelgan ishni qilaman-da. Menga ham yoqadi mana shunaqa narsa. Masalan, menda ham bo'lgan bir ikkita prosta gaplashasiz, kelishuv qanaqa bo'ladi, tipa byudjet bor, biz sizga ishonamiz, shunaqa narsa qilib bering, yaxshi natija kutamiz deydi, bo'ldi. Keyin masalan 3 ta konsepsiya qilsangiz ham logotipda chizib berasiz, bittasi yoki ikkitasi yoqadi-da, как положено. Chunki kutuvlari katta bo'lmaydi ularda, keyin masalan kutuvlari почти bo'lmaydi ham. Chunki biladi, bu ekspert, bunga ishonch bor, men bilmayman bu sohasida hech narsani deydigan tan olish ham bo'ladi. Chunki aksariyat holatda biznes egalari yoki tadbirkorlar tan olishmaydi mana shu narsani. Masalan, men uni sohasini bilmayman-ku deydigan narsa bo'lmaydi ularda. Men qaysidir qismini bilaman, feedback berishim mumkin deb o'ylaydi. Menda ham bir ikkita bo'lgan. Ish tezda yopiladi mana shu qanaqadir. Juda ham yoqimli. Yaxshi yopiladi, injiq bo'lishmaydi. Injiq odamning ishi juda cho'zilib ketadi menda. Hali nima xohlashini bilmaydigan klientlar menda ko'pincha cho'ziladi ishlari. Mana qilaylik. Zo'r qilsangiz ham, давайте mana qo'shaylik deb. Hali masalan, biz ba'zi klientlarimiz bor. O'zing xohlagandek qilib ber deydi. Qilib berasiz, keyin u nima xohlayotganini tushunib qoladi. Ketdi, mana qilib boshqatdan montaj qilishga to'g'ri keladi yoki boshqatdan anaqa ish qilishga to'g'ri kelib qoladigan joylari ham bo'ladi. Hali agar nima xohlashini biladigan odam, ya'ni ular bor-da, любой ishda formula bor.
aytaylik formula, qanaqa formula? Jismni boshqa joyga ko'chirish. Aytaylik, men bu telefonimni olib bu cho'ntagimga solishim yoki bu yerga qo'yishim ham bitta formulada ishdagi. Bu formulani tagini olish kerak. Ya'ni ishdagi men videolarda qanaqa formulani ishlataman yoki dizaynga tizib berayotganimda, ya'ni birinchi o'ringa qo'yaman tipa o'zi nima haqida post va qanaqa detallar ishlashi kerak asosiy ma'no urg'u nimaga berilishi kerak. 3 ta formulani beraman, yozib beraman, bo'ldi, tashlab beraman. Qanaqa qilib ijod qilishi o'zidan. Ya'ni oddiygina formula. Men o'tirmayman, men bu elementni mana qo'shasan yoki mana qil dizaynni sal qiyshaqroq qil yoki mana qanaqa qil. Yo'q, u yog'i artistning ishi, ya'ni kreatorning ishi. Menda aytadiganim qanaqa qilishim mumkin dizaynda yoki boshqa narsada hozirgi paytdagi eng berayotganim menga kerak bo'ladi. Birinchi assalomu alaykum. Menga dizayn kerak. Ya'ni dizaynimizni ma'nosi production uchun biz vakansiya beryapmiz. Ikkinchisi detallarda. Bizda production bo'lganimiz uchun productionga aloqador detallar, ya'ni elementlar ishlatasiz. Uchinchisi bizga mamnunchadan mamnunchagacha ma'lumot, ya'ni mamnun gaplar bo'lishi kerak. Bo'ldi. Tashlayman, keyin to'liq ma'lumotni qaytarib olaman. Tushuntira oldimmi hozir? Ya'ni tizi. Da, tizi aniqroq. Da, kirish, tushuntirish va offer, ya'ni berish, chiqarib olish, tortib olish. Shu narsa. Zo'r, четко. Hozir payt kim ishlari qiziqtiryapti? Videoda yoki dizaynda? Chet eldan bo'ladimi, O'zbekistondan bo'ladimi? Menda bittasi bor. Keyin skrinshotini dichkasiga nimasini tashlab yuboraman. Eslab oling, bor, lekin bir ikkitasi bor. Juda ham shu reels kontentlari yoqadi, o'ziga yarasha stilistika, uslublari bor. Unga murakkab emas, prям zo'r ekspertniy kontent uchun. Narsa yoqadi. Prям o'zimga qanday edi, men o'zimga olsam edi deb o'ylab qolaman ba'zi payt. Shriftlari ham to'g'ri ishlayotgani. Keyin ham bitta narsa bor, masalan, chet elda ko'p shu content creatorlar yoki qanaqadir marketolog bo'lishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqda Instagramni yuritsa, o'zi montaj qiladi, o'zi qanaqadir nimalar qiladi-da. Soft ko'nikma sifatida o'rganib olganman shu montajlarni, nimalarni. Bu ham zo'r-da. Masalan, men hozir zo'r deya olmayman-da, men o'zim montaj qila olmayman qaysidir ma'noda. Lekin buni ham qaysidir ma'noda ozgincha bo'lsa ham bilib olsa, o'zingiz uchun shu qisqa videolarni olib montaj qilib ketaverasiz. Ko'pincha kirishib ketib qolamiz. Men ham goh-gohida kirishib ketib qolaman dizaynda, detalni. Bu ham sizga og'irlik tug'dirar ekan o'zingizga ham. Bilib olsangiz. Borida ishini professional qilishiga qo'yib beryapman oxirgi paytlar. O'zingiz bilgan o'sha tushunib turib, menga shunaqa berishganda men qanaqa ishlaganimni o'zim ko'rdim-da. Tajribadan kelib chiqib. Endi menga ham xudo xolasa yaqinda 10 yil oshib qolar ekan, 10 yil bo'lib qolar ekan sohadaligimga ham. Inshaalloh. Tajriba asosida ko'rib tushunib bilar ekansizda. Veteran deyman. Qarayamiz. Biz ham yetib yuraylik mana shunaqangi nimaga, tajribaga. Bizda juda yoshmiz sohada. Endi tajribadan kelib chiqdi, sekin-sekin. Kimdir erta kiradi, kimdir kechroq kiradi. Hozir masalan, har qaysi yilda kirsa o'sha trendga kirib kelasiz-da. Aytaylik, biz 2015, 2000-yillarda, 2015larda kirib kelgan bo'lsak, u paytdagi trendlar hozirgi bolalar uchun ishmasda. Hozir kelganlar bizlar bilan teng ishlashi mumkin. Chunki hozirgi trend uchun kirib kelishadi ular. Hozirgi svet talabiga, hozirgi koloristikalarga o'shalar tushunib kirib kelishadi. Bizga o'xshab noldan bittalar kelmaydi-da. Rivojlangan sari. Qaysidir ma'noda ancha yaxshi. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu narsa dangasalikka tortib ketmaydimi? Bu yerda katta imkoniyat bor-ku, masalan, lekin oldinlari reально kamera
bo'lmasdi, qaysidir ma'noda ijtimoiy tarmoqlar bo'lmasdi yoki bir nima qilish uchun, qanaqadir material topish uchun judayam katta energiya sarflashga to'g'ri kelardi yoki istochnigini topish uchun boshqacharoq kanallarni kuzatishga to'g'ri kelardi yoki jonli networking qilishga to'g'ri kelardi ekspertlar bilan qanaqadir life hack so'rab olish uchun. Hozir YouTube'lar bor masalan yoki qanaqadir Instagramdan qaysidir ekspertga yozishingiz mumkin, tем более onlayn. Lekin shuncha возможность bor, lekin ko'p odam qilmaydi bu narsani. Shaxsan o'zim ham. Mana shu narsaga ham feedback berib ketmoqchi edim. Alisher, men oldin osonroq bo'lgan deb o'ylayman. Chunki hozir ma'lumotlar ko'pligidan tanlash anaqasi, odamga qanchalik ko'p tanlash imkoniyatini bersangiz, u ikkilanadi. Shuning uchun men hozir qiyinroq deb o'ylayman. Chunki juda ko'p ma'lumot bor. Sizga ko'p darajada ma'lumot bor. Siz o'zingiz yo'nalishingizni topib olishingiz uchun ham ko'p narsalar ko'rib chiqishingizga to'g'ri keladi. Vaqt masalasi. Oldin sizga aytay, men iPhone hozir misol qilib keltiradigan bo'lsangiz, sizga ikkita variant bersam-da. Qizil iPhonemi yoki qora iPhonemi desam, ikkalasidan bittasini bemalol tanlasangiz bo'ladi-da. Bo'ladi. Ikkita borida xolos. Hozir sizga 20 xil rangdagi iPhone ko'rsatsa, gold, qora, cho'mni siniy va hokazo qolaman. O'ylanib qolasiz qaysi birini olsam ekan deb. YouTube'da bizga kirib kelayotgan ma'lumotlar ham xuddi shunaqa-da. Ko'rayotgan ma'lumotlaringiz o'ta darajada ko'pligidan o'ylanib, qiyinlashtirib olib boraveradi o'zini o'zi. Bundan tirik chiqishda o'zi katta anaqa yutuq. Anaga filtratsiya kerak. Filtr qo'yayotgan juda qiyin bo'lib ketyapti hozir. Filtr qo'yish problema bo'lyapti. Qanaqadir nemetskiy texnologiyada какой-то вот ishlab chiqarilgan filtr qanaqadir mexanizmini olib kelib qo'yishingiz kerak-da. Konkretni sizga kontentlarni ketma-ketlikda nimani ko'rasan, nimani ko'rmaysan, shuni filtr qilib beradigan. Endi u ham maqsadga qarab turibdi, baribir. Yo'q, вот menda masalan podkast, mana YouTube'da qanaqadir showmi nimami, полезный narsa, rivojlanishga oid narsa. Terib tashlayman-da, brauzerim ham to'lib ketadi. Tuk. То есть YouTube'ga kiraman, keyingisida ochaman, keyin новая вкладка ochaman-da. Bittasiga ham kirmayman-da, lekin hammasiga kirgim keladi, ko'rgim keladi, lekin vaqtim yetmaydi. Слишком ma'lumot-da. Har sekundda podkast chiqyapti hozir. To'g'ri. Sekundda podkastlar chiqyapti. Podkastlar ham. YouTube'ga kiraman, yarim soat oldin chiqqan. 1 soat oldin chiqqan. Shunaqa hozir. Keyin oxir-oqibat shu ko'rmay qo'ydim. Hozir ko'rmayapman, pashsha. Filmlarda biroz boshqacharoq, filmlardan prokatga chiqadi, nima qiladi, ko'rishga vaqt bo'ladi. Ja unaqangi valna bilan kelmaydi-da, qanaqadir katta filmlar. Sal vaqt bilan kutib ketadi. Sen YouTube'dagi kontentlarga qaraganda. YouTube'dagi kontentlarga qaraganda deysiz? Ha. Kinolarda ana bor-da, tipa boshi bilan oxiri bor-da. Boshlanish bor, tugash bor. Lekin ma'lum kontentlarda boshlanish bilan tugash yo'q. Keyin yana fikrlashingizga to'g'ri keyin. Kinoni shunchaki siz ko'rish hali, bunday maza qilish uchun ko'rasiz. Anaqa uchun ko'rolmaysiz. Ya'ni bitta ma'lumot olganingizdan keyin ko'rib o'rganishingiz kerak. Bu vaqt olgani uchun miyamizdan hali oson yo'lga qidirib ketaveradi. Dopamin olish. Shunaqa-da. Shunaqa gaplar. Savollar ham tugadi. Ramazon? Nima deysiz? Eshitmay qoldim. Savollar ham tugadi deyman auditoriyada. Katta auditoriya kiradi deb qilmagan. Shunaqa vaqt tez o'tadi. Qanaqa qilib biz 1,5 soat gaplashdik. Men hali ochilmagandim deyman. Lekin ko'p narsa gaplashibmiz. 1,5 soat. Hazil ekan vaqtimiz. Kimdir anaqasini ushlab turish. Biroq fokusni qaratib shu gaplashdik o'zi ham.
Bizda ham Oxirgi payt yozda kelyapti bilasizmi? da. Masalan, ichimda qanaqadir savollar qolib ketgandek tuyulyapti menga hozir, lekin aniq bilmayapman shu qanaqa savollarligini. То есть bir nima qolib ketayotgandek, bir nimani so'rashim kerak degandek. Kimdir soqol qilyapti hozir. Yo'g'i? Murshid aytadi, hamma nima qiladi, men qolib ketyapman deydi. Shunaqa bo'lib qo'yyo-da. Gaplashsak, masalan, gapimiz juda ham ko'p. To'g'risini oladigan bo'lsak, qanaqadir masalan vizual mavzusida ham, anaqada ham juda anaqalar ko'p. Life hacklar yoki bir narsalar ko'rsatishga ham jonli anaqalarni. Endi vaqt masalasida odamlar vaqtni o'tirish ham anaqa emas o'zi. Bizda juda ko'p yangiliklar bor. Alibek, sizni sohangiz bo'yicha ham, kontentlar bo'yicha ham bir kelsiz addushga o'tirib gaplashamiz. O'tirganlarni ham bizga taklif qilaman. Suhbatlashgani, suhbat qurgani, fikr almashgani. Men xursand bo'laman bunaqa narsalardan. Agar o'sha oxirlab qoldi ham shekilli o'zi. Mana shu ko'p gaplashib boribmiz. Yo'q, prinsipi menga yo'q. Nima deysiz? Kelarmidinglar chaqirsam deyman studiyamga. Auditoriyaga taklif qilsam. Qayerga? Studiyamga, prям. Anaqa ekskursiya, eksklyuziv. Поднимает руку. Borsa kerak, bilmadim to'g'risi aka, lekin men borgan bo'lardim. Meni chaqiring, meni chaqirmaysizmi? Sizni ham chaqiraman, auditoriyangiz bilan keling deyapman. Siz ham. Bo'ldi, kimdir bilan boraman. Almashamiz, jonli ko'rib, mana savollar uyg'onsa zo'r bo'ladi baribir. Все, tamam. Do'stim, mikrofon yo'qdimi? Mikrofon. Savollari bormi akani? Bizga boya savol bergan. Adashmasam bolani taniyman. Ibrohim sizga menimcha ovoz yoqib berishdi. Gapirsangiz bo'ladi. Yozyapti. Menimcha adashib ketdi. Nechayna bo'lsa kerak. Hozir aka endi bitta suratga tushmasak bo'lmaydi hozir. Voy, men sochim anaqa barberim anaqaga ketib qolgan. Anaqa sizga. Anaqa stories qo'yib qo'ygan, dohim. Anaqa tushsa bo'ladi. Что-то какой-то. Oldim. Rahmat aka. Andushi. Alibek, maza qildim, bir o'tirib kofe ustiga suhbatlashishni ham mana qilib qolaman. Agar qiziq odamlar bo'lsa, ertaga vaqt topib kela olsanglar, bo'sh vaqtinglar bo'lsa, bizda ertaga qiziq syomka bo'ladi. Ya'ni o'zim chiqib gapiradigan syomka bo'ladi. YouTube tarmog'iga kelib, bemalol protseslarimizni ko'rib, anaqa qilsanglar bo'ladi, xudo xolasa. Mana shu savollar bormi degan qantiga yozib ketsanglar, biz chaqiramiz, xudo xolasa kelib bemalol protsessda qatnashsanglar bo'ladi. Manzil qayerda deb yozib qo'y. Lokatsiyasini tashlab beraman men. Darxonda, Hamid Olimjon metroda chiqishda Hay Flowers degan gul do'kon bor, o'sha yerda. O'shanda to'shni qilib aytadigan bo'lsam, lokatsiyani men tashlasa bo'ladimi? Men prям brat kirib olsiz, obunachilar uchun qo'yaman. Rahmat. Alibek, savollaringiz bo'lsa, manzilda hozirda o'zida lokatsiya oldimda, lokatsiyani tashlab qo'ydim. Kimgadir qiziq bo'lsa, ertaga kutamiz, xudo xolasa. Soat 10. Zo'r, rahmat aka. Addushi deydi. Addushi. Shu. Menda deyarli savol yo'q. Qolgan mavzularda deylik o'zizdan shaxsiy so'rayman yoki bir nima qilish mumkin. Hozir lekin suhbat uchun rahmat. Juda ham zo'r suhbat bo'ldi. Taklif qilganingiz uchun rahmat. Aqilbek. Alibek.
tilim kelishmayapti, brat, charchadim. Ertalabdan beri syomkada boru. Yo, yo, to'g'ri Ishlarni chiqar. boshdan charchadim bugun. Все. Tamam. Tamam. Soatini aytdim, soat 12ga. Soat 12ga. 12 birlagi bemalol kelsanglar bo'ladi. Chotki ichimliklari, ko'k-ko'klari o'zimdan. Qarang, brat. Siz bilan o'tirgan o'tirib qanaqa qilib birorim. Valloh. Qadrdonlarimiz edi, bir-birimizni juda yaxshi ko'ramiz. Sevmasin. Zo'r. Bo'ldi unda aka. Xudo xohlasa ertaga bolalar borishadi, xohlaganlar. Da, siz ham keling biror kun o'tiraylik. Men kutilmagan kunda boraman aka. Siz kutmaysiz, men boraman. Yo'q bo'lib qolsam, xafa bo'lmaydi lekin o'sha kun. O'sha payt har doim telefon qilganman. Lekin siz ko'chada bo'lgansiz. Da. Hammaga rahmat. Sizlar bilan Sayodbek va Alibek bo'ldi. Hozir videomiz qoldi. Ko'rishguncha xayr. Sog' bo'linglar. Mayli. Rahmat Alibek sizga. Hammaga xayr. Aha, sog' bo'linglar.